Biz hozir Bo'stonliq tumanining betakror tog' yonbag'irlaridamiz. Bu yerda sukunat bugun biroz buzilgan, chunki mamlakatimiz agrar sohasining bir guruh tashabbuskor olimlari bu yerda ilmiy maqola yozish yoki laboratoriya tadqiqotlarini o'tkazish uchun emas, aksincha davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi dasturi doirasida ushbu tog' yonbag'irlarida manzarali va mevali daraxt ko'chatlarini o'tkazish uchun kelishgan. Hashar uyushtirishimizdan biz maqsad mana shu tog'li hududlarda va dengiz sathidan yuqori bo'lgan, baland bo'lgan joylarda mana yovvoyi o'simliklar juda ham ko'p ekilgan, lekin biz shunga qaramasdan biz bularga madaniy daraxt turlaridan juda ham ko'plarini ekdik va mana shu ekish jarayonida mana bizda albatta kuzatishimiz mumkinki, bu yerda juda mevali ekinlarni mana o'tgan yil ekilgan mevalarimizni ham ko'rib turganingizdek, odamlar ikkilangan edi. Bu yerlarda faqat yovvoyi o'simliklar, daraxtlar o'sishi mumkin degan edi. Yo'q, mana biz 2 yildan beri mana shu yerga daraxtlar ekkan vaqtimizda kuzatishimiz mumkin. Bu daraxtlarimiz yaxshi ushlab, kelajakda yashillikni asrash bilan bir qatorda mana shu yerda yashillikni, yashil qoplamalarning ko'payishiga ham albatta xizmat qiladi. Har bir ishni inson chin dil bilan qilish kerak. Shu jumladan shu ko'chat ekkanda ham uni doimiy parvarishiga e'tibor qaratish kerak. Bu faqat bir tadbir uchun ekish kerak emas. Uni keyinchalik shu ekilgan ko'chatlarni parvarishlash, uni ko'karib tutib ketishiga ham e'tibor berib turish kerak. Mana o'tgan yili biz Milliy markaz jamoasi mana shu yerga kelib Bo'stonliqda juda katta maydonga ko'chatlar ekkan edik va uni doimiy yozda va kuz fasligacha doimiy kelib parvarishlandi, sug'orish ishlari amalga oshirildi. Mana bu yil ham shu ekilgan maydonlarni kengaytirish maqsadida keldik va biz ko'rdikki, o'tgan yilgi ko'chatlarimiz tutib ketibdi. Mana shu daraxtni ham o'tgan yili o'zimiz o'z qo'limiz bilan ekkan edik. Mana bu yil ko'rdik, tutib, mana ayni kurtaklagan payt bu yil bunga shakl berdik, tagiga hovuzchalar qildik. O'sha yomg'ir suvlari to'planishi. Mana shu yerda olimlarimiz bilan birgalikda qilayotgan ko'chatlarimizni mana shu sharoitda, mana shu dengiz sathidan baland bo'lgan joylarda ularning o'sishi, rivojlanishi, biologiyasini ham o'rganishda bizda mana shu ilmiy tadqiqot institutlarimizning yosh tadqiqotchilari ham o'zining tajribalarini va ilmiy tadqiqot ishlarini ham olib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu yerda asosan bugungi hasharlarimizda ham yosh olimlar o'zlari qiziqishlari bilan, yosh tadqiqotchilarimiz ham va bizning olimlarimiz ham, doktor, professorlarimiz ham mana shularni ularning o'sishi bilan, biologiyasi bilan o'zlarining tadqiqotlarini ham olib borayotganligi bizga juda ham ahamiyati katta. Bizning tashkil qilayotgan bog'da demak har bir ko'chatga o'zi odamlar biriktirilgan. Bu ko'chatlar ertaga bizga eng muhimi, bu har bir ko'chat ko'karib meva berish kerak. Bu ishlarda biz yana nazoratini olib borish uchun yangi bir usul qo'lladikki, demak shu yerda demak ilmiy tadqiqot ishlari ham olib borilyapti. Bu yerda o'sha har bir o'sha o'simlikda demak ekilgan daraxtga yil davomida nechtadan shu suv beradigan bo'lsak, shuni ko'karishi yaxshi bo'ladi. O'shani kamroq suv talab qiladigan innovatsion texnologiyalardan foydalanishga harakat qilinyapti. Mana ko'rib turganingiz ham o'tgan yil ekilgan ko'chat mana bu yil demak yaxshi ko'kargan, ko'karish bilan birgalikda ko'radigan bo'lsak, buni demak mana hosil kurtaklari ham bor. Bu degani demak bu yil bular chiroyli gullab, hosil bu yil nishona berishiga umid qilamiz. Olimlar odatda ilmiy laboratoriyalarda faoliyat ko'rsatadi. Ammo mana shunday baland, hali qori erib ulgurmagan tog' yonbag'irlarida daraxt ko'chatlarini ekish ularga qanchalik zavq ulashadi? Biz buni hozir bilib olamiz. Bu bizni kayfiyatimizga yanada kayfiyat qo'shdi. Yangi daraxt ko'chatlarini o'tkazdik. Mana juda katta maydonda o'sha xodimlarimiz g'ayrat, shijoat bilan ishlashdi va minglab top ko'chatlarni ko'kartirdik. Men o'ylaymanki, 5-6 yildan keyin bu yerda juda katta bog', ya'ni mevali va manzarali daraxtlardan iborat bog' paydo bo'ladi va o'ylaymanki, o'sha paytda ham bizni jamoa shu yerga kelganda o'zlari yaratgan bog'ni ko'rib yanada xursand bo'lishadi. Bunday yaxshi tadbirlarda, ya'ni savobli tadbirlarda hamma yurtdoshlarimiz faol ishtirok etishini xohlaymiz va da'vat etamiz. Ko'rib turgan bog'larimiz bu bizning olimlarning bog'i bo'ladi. Bu yerda ertaga misol uchun har bir
olimlarimiz o'zidan keyingi avlodga ham mana bu bir stimul bo'ladiki, mana biz mana shuni ekkanmiz, mana kelinglar mana shu bog'lar mana mevasini ila degandan keyin bizdan keyingi avlod ham kelganda, demak o'zidan bir bog' qoldirish maqsadida ulardan bir targ'ibot ishlarida juda yaxshi motivatsiya beradi deb o'ylaymiz. Laboratoriya ham o'z yo'liga, lekin bu yerda tabiat qo'ynida, tog' bag'rida ko'chat ekishni o'ziga bir yarasha bir gashti bor. Men hozir o'ylayapman-da, mana shu yerda mendan bitta meva qoladi. Ana o'shani o'ylab, zavqlanib, o'zimga o'zim motivatsiya beryapman. Ancha xursand bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, ilm-fan faqatgina qog'ozlarda emas, balki mana shunday hayotbaxsh loyihalarda ham mujassam. Bugun mana shu go'zal maskanga ekilgan har bir nihol ertaga serhosil va yam-yashil bog'ga aylanadi.